Tushuntiraman. Qarz, kredit insonni judayam o'stiradi. Qayta qarzsiz, kreditsiz yashashga olib kelayotgan bo'ladi-da. Men tushuntiraman, qarang. Bunga ko'ra, masalan, men deylik qarz oldimda. Qarz oldim, endi men srochniy nimalardir qilib to'lashim kerak edi. Men shu joyda o'zim namoyon qilaman, o'zimni ochaman deylikda. Masalan, savdogar bo'lsam, endi ko'proq narsa olib kelib sotaman. Qarzimni to'lashim kerak, qanaqadir marketinglar qo'llayman, odamlarga yaxshiroq gapiraman, oling, oling deyman. Ularga shunaqa sevgida munosabatda bo'laman, narsamni sotib olsin deb. Men shijoatliroq bo'laman. Mani ko'rdingizmi? Mani o'stiryapti. Va kreditni foizi ham, masalan, o'sha foizini to'lagisi kelmayotgan odam to'g'ri o'zi, to'lagisi kelmasin. Yaxshi, ana shunday bo'lsin. Zato tezroq to'lab oladi, tezroq yopib oladi. Ruh xohlamayaptimi foizini to'lashni? Unda sen 1 yil foiz to'lamaysanda, unda hozir yop. Hozir o'sha 1 yillik kreditni hammasini topdi. Hozir yo'q. Mana shunga signal bo'layotgan bo'ladi. Ko'pchilikning parvosiga kelmaydi. Masalan, qayta yaxshi, puli bemalol, men mayda-mayda to'layman, 1 yil davomida to'layman deydi. Ularga bu tezlashtirilmayapti. Endi masalan, krediti, qarzi bor odamni deylik, suddan qog'oz keldi. O'sha masalan, uyidan kelib narsalarni olib ketishmoqchida. Buni biza odamlar qilyapti, meni tushunmayapti. Biz yomon holatga tushishimiz kerak emas. Ha, Xudo menga tezlashtiryapti. Tez, demak bitta zo'r imkoniyat bor. Tez bu deyapti. Meni yana bitta shunaqa misolim borda, masalan, men nonvoy bo'lish uchun kelgan bo'lsam va Xudo bilan kelishganman, yana taqdiran men deylik sizdan qarz olamanda, berib turing. Men anaqa nimadir ishimni bitiraman dedimda, siz uje meni urishyapsiz, uje 1 yil bo'lyapti, meni sudgacha beryapsiz-da. Keyin men shundoq qarayman, men nima qila olaman to'lash uchun? Hozir men sudga, masalan, men qamalib ketadigan bo'lsam, bolalarim qolib ketadi. Men shundoq yondim-da, shundoq uyg'ondim va men nima qila olaman? Ha, men non pishirib sota olaman. Hech narsaga qaramasdan, qo'rqmasdan, uyalmasdan non pishirib sotishni boshlayman. Sizga 1 oyda qarzingizni to'layman va bundan keyingi doimiy daromad o'zimga qoladi. Ana shu joyda insoniyatni qarz, kredit o'stirdimi? O'stirdi. Mana shu uchun ham bor bu. Odamni qanday qarashiga bog'liq. Bu qarz, kredit meni o'ldiradi, yeb bitiradi. Hatto videolar ham bor, kulgili videolar ham qilib chiqarishgan. Yig'ishtirish kerak u narsani-da. Nima qila olaman? Ha, demak meni o'stiryapti. Ungacha o'smadim. Ungacha men nonvoyligimni tan olmadim. Ungacha men uyalib o'tirdim. Ungacha kimga kerak meni nonim deb o'tirdim-da. Hamma nonvoychi bo'lsa, hamma joy non bo'lsa deb, men nonvoychi bo'lsam, menga klient kelishiga, meni nonlarim zo'r sotilishiga Xudoga ishonmadim uchun, xo'p, shundaymi? Unda seni qarz qilamiz, unda seni kreditga olib kiramiz va mana shu orqali sen o'sasan. Boshqachasiga o'sa olmadi u odam. Tushundingizmi? Qanaqa zo'r narsalar bor. Maza qilsa bo'ladigan. U katta tajriba oladi. Hech qachon qarz olmasligini o'rganadi. Zato o'zini qobiliyatini ochadi. Men endi nonvoylik misolida tushuntirdim. Boshqa qobiliyatlarni ochishi mumkin. To'g'rimi? Qancha yaxshi tomoni bor, o'stiruvchi tomoni bor. Faqat endi odamlar qila olmaydi-da, masalan, o'ziga pul kelishiga ishona olmayapti bu odam. Xo'p, unga yo'l shu. Mana masalan deylik, tog'ga masalan hech kim asfalt qilmagan deb o'ylasak, bo'ldi, bizaga shakalakzor yo'l ochiladi. Kimdir bo'ldi, men asfaltli yo'l topaman va asfaltli yo'ldan ketaman desa, unga shunaqa yo'l beriladi. Tushuntirib bera oldimmi? Kimdir yo'q, tog'i toshli yo'l bo'lsa kerak desa, unga u orqali. Insoniyatni ongi hozircha o'ziga pul kelishi va o'ziga pul kelib narsa sotib olishi orqali ongi hozir shu darajada emasmi? Unga bor. Bu degani hamma kredit olish kerak, hamma qarz olish kerak degani emas. Ongini darajasini hurmat qilish kerak. To'g'ri.